Kim bo'libsanki senlar meni yo'q qilasan? Javob ber! Aslida sen meni yo'q qilmoqchi bo'lding-ku, ha? Meni akamdan, meni oilamdan, meni aziz insonlardan ayırding-ku, ko'ppak! Ukamga tegma nomard, mard bo'lsang men bilan gaplashishga. Aka-ukalar. Shumi sen o'ylang? Shumi sen akang? Ha bu. Nima? Yoqmadimi, qara Arslondek yigit Arslondek. Kabobchi Jalolni mot qildi, mot. Sen hech narsa qila olmading, qo'lingdan ham kelmaydi. Juda ham qo'rqitib yubording-ku, ha? Shu meni mot qildimi, shu ya? Yusuf nima qildi-yu, bu nima qilardi? Yusuf mudirni harom og'zingga olma. U haqiqiy erkak edi, erkak. Haqiqiy erkak? Mana menman. Menga qarang. Mendan o'rnak oling. Biringizni olib bu yoqqa qo'ydim. Biringizni olib bu yoqqa qo'ydim. Kimning ham qo'ldan kelar edi bu, ha? Qoyil maqom gapirding, Jalol. Yusuf mudir o'lgan kun men o'sha yerda edim. Qo'ling titrab, qayerga qochishni ham bilmay qolding-ku, ha? Yoki noto'g'rimi gaplarim? Hatto qo'rqqaningdan mana bunaqa ovoz ham chiqarding, ha? Yusufni men o'ldirdim. Kim titrabdi, hayvon? Men o'ldirdim. O'sha payt sen men nima qilayotganimni ham bilmarding, Umut. Hatto sen onajon deb baqirgan eding, titragan eding. Ha, yoki yolg'onmi? Sendan so'rayapman, yolg'onmi? Sen o'sh solib yig'lagan eding, baqirgan eding yoki yolg'onmi? Ha? Keyin esa otajon, iltimos meni o'ldirmang deb yolvorganlaring hali ham esimda. Endi sen bilan akangni men bu yerdan yo'q qilaman. Eshityapsanmi? Oxirgi marta bir-birovlaringni ko'rib ol. To'xta kabobchi Jalol. O'zingni bos. Iltimos. Davom et kabobchi. Qani o'tir. Nega qarab turibsan? O'tir. Nega kulyapsizlar? Holingga kulyapmiz kabobchi. Tamomsan Jalol. Endi aniq olasizlar. Qani qurolni ber. Dadam. Nima bo'lyapti?
Nima bo'ldi kabobchi, ha? Nima bo'ldi? Sen mot bo'lding. Bu yerga kelishingni juda ham yaxshi bilardik, ha. Ammo bu qadar tez mot bo'lasan deb o'ylamagan edim. Yaramaslar! Ol. Bularni ko'zim ko'rmasa, tezroq olib ket. Onajon. Jalol Duman. Aytgan so'zlaringdan keyin Samo Kishan. Bu sening haqqing Sarp. Qo'lingni uzat. Men bu onni qancha kutganimni bilasanmi? Onam bu on uchun qancha ko'z yosh to'kkanini bilasanmi? Bu on uchun Yusuf mudir shahid o'zi shahid. Yusuf mudir! Eshityapsanmi? Biz Jalolni qo'lga oldik, eshityapsanmi? Qo'lga tushdi, qo'lga!